1.200.000 bosh to'lov bilan mana Tracker 2023-yil Elsa. Mashinaning holatlari 70.000 kilometr yurgan. Bir tomchi kraskasi yo'q. Propanchalar taqib qo'yilgan mashinaga. Propan tabletgachalar taqib qo'yilgan. $1.200.000 bosh to'lov. 5 yilga avtokredit asosida rasmiylashtirib olishingiz mumkin. Mashina ideal. Lekin to'lolmaydigan odamlarga tavsiya qilmaymiz. Sizni aholingiz qiyinlashtirib qo'yishi mumkin. Pulni soqqani bosaydigan yigitlar, magazin savdosi borlar, to'la olishiga o'ylagan odamlar bemalol sotib olsa bo'ladi. Oyiga 5.800.000 dan 5 yilga chiqadi. 2023-yil